5-sinfman hali. Yosh bolaman. Matematikani yaxshi bilmayman. Kimyo endi bilasiz qanaqa qiyin fanligi. Akajonim boshladilar ta'lim berishdi. Chunki 8-sinfda ustozimdan ta'lim olib kelardilar, ancha yaxshi bilardilar. Dastlabki tushunchalarni berish boshlaganlar. Birinchi matematika o'tadi. Esimdan hech chiqmaydi. Tushuntirib turgandilar. 1+2 plus 2+3. Rosa tushuntirdilar-da. Umuman tushunmadim. Aka tushunmadim. Yana tushuntirdilar, tushunmadim. 5 marta tushuntirdilar. Xolam kelib qoldilar uyga. Onam bilan gaplashib turibdilar. Xolam tushunib oldilar-da. Tushuntirganlardan xolam tushunib oldilar. Xolam matematik emas, bu sohada hech aloqasi yo'q. Keyin xolajonim tushuntirishga qo'shilib ketdilar. Siqilib ketdim. Akamga aytdim, baribir tushunmadim. Akam aytdilar, "Bori, mohiyatini ham tushunmading" deb ketdilar. Xafa bo'ldim. Dadam eshitdi bu gapni, onam eshitdilar, siqildilar. Nimaga doniyorimiz bunaqa? Bir kun uyga kirar ekanman, eshikni ochib kiraman, o'zi gap poylashni xarakterimda yo'q. Gap men haqimda ketayotgan eshitib qoldim. Dadam bilan onam gaplashtirardilar. Dadajonim aytardilar, "Bu doniyoring nima qilamiz? Akasi zo'r o'qiydi, ukasi ancha o'tkir, xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadi, yosh bola bo'lsa ham. Buningni akasi o'qiyotgan iqtidorli bolalar maktabiga o'qishga kirgizishimiz kerak." Onam aytadilar, yo'q, u yoqda imtihon bilan oladik. Biologiyadan, ya'ni botanikadan, matematikadan ona tili imtihon, buningiz o'ta olmaydi. Dadam aytdilar-ki, endi eplaysan. Botanikani bugundan boshlab o'qitasan. Eshitgan men, sekin chiqib ketdim. Onam chaqirdilar, "Doniyorjon, kel botanika o'qiymiz" dedilar-da. Birinchi mavzuni berdilar. "O'qib tur, men so'rayman" dedilar. Mana ona shunaqa bo'ladi-da, o'zi umuman boshqa soha, lekin botanikani men bilan qo'shib o'qiydilar. Onajonim botanikani o'qishni boshladilar. Botanika kitobni o'zlari o'qib qo'yganlar, menga o'qidilar. O'qidim, hech narsa esimda qolmadi. Umuman tushunmadim. Aytib berdilar, aytib bera olmadim. Keyin onam nima qilsam ekan dedilar-da, ertak qilib o'qib berishni boshladilar. Aniq esimda, quloqimda hali ham jaranglab turadi bu narsalar. Dunyodagi eng yirik gul Rafflesia Arnoldi deb ataladi. U 1818-yilda kashf qilingan. Sumatra orollarida topilgan. Mana shunaqa ketaveradi-da. Keyin eshitganimni gapirib berishni sal-pal o'rgandim. Lekin baribir bo'lmadi. 4 ta mavzu o'qidim, 5 ta mavzu o'qidim, birinchi esimdan chiqib qoladi. Imtihonga kam vaqt qolgan. Bir kun kirdim, onajonim xonalariga kirsam, onajonim duo qilib turardilar-da. Duolarining mazmuni mana shunaqa edi. Buni umrimning oxirigacha unutmayman-da. Aytardilar, "Yo Robbi, akasi zo'r o'qiydi. Doniyorjonimning ilmini ziyoda qil. Bu ketishda ummatdan orqada qolib ketadi" dedilar. Ummatdan orqada qolib ketadi. Hammani orqa oyoq bo'lib ketmasin. Ilmini ziyoda qil dedilar. Shunaqa narsalar bo'lgan. Chiqib ketdim. Ko'zlarimga yoshlarim kelib ketdi-da. Bir kun o'tdi. Shunda kitob o'qisam tushunyapman Temur aka. Har qanaqa masalalar shunda o'qib yechib ketyapman-da. Onam duosi katta narsa-da. O'sha kasrlarni akam yarimta tushuntirsa oladigan bo'lib qoldim. O'sha bilasizmi nimalar bo'ldi? Hech kim menga ayta olmay qoldi. O'sha sizga boya aytib bergan muvaffaqiyatlarim hammasi qayerdan kelganini bildingiz shekilli. Bu men zo'rligimdan emas. Ota-onam shunaqa narsalar berdiki, hech kim ayta olmay qoldi. Allohga hamdlar bo'lsin. Hozir bugungi suhbatda balki menda ba'zi yaxshi narsalarni ko'rarsiz. Yutuqlarimni ko'rarsiz-da, o'ylarsiz, bu Doniyor aka nimalar qildi ekan. Yo'q. Nima ko'rsangiz otamdan, onamdan, ustozlarimdan. Nima yomonni, mana shuncha yomonni ko'rsangiz ham hammasi o'zimning nafsimning dangasaligidan.